Mushuk beqiyotgan do'stlarning hammadan qo'rqadigan bir kasal bor. O kasal bo'lsa movin, ya'ni mushuk vabasi. Bu kasallikka yuqish sur'ati nihoyat tez, ham xiraj yuqib chiqilgan, ham shu pulni hajlasanglarmi saqlash nisbati nihoyat tuban. Bu mushuk vabasi degan zot qanday narsa bu? Buning qanday qo'rqinchli qiyollari bor? Qanday alomatlar bo'lsa biz mushuk vabasidan gumonlanamiz? Agar sizning o'yingizga mushukingiz mush kasal bo'lib qolsa siz qanday qilasiz? Qanday oldin olasiz? Qanday diqqat qilg'ashlar mumkin? Bir filmdan so'zlab turmayman. Meni saqlab do'stlarimga avatib qo'yinglar. Mushuk beqiyotgan do'stlarim foydalanib qolsin. Bu movin mushuk vabasi deganimiz virus xarakterli oshqozon puchayi bo'ldi. Bu oshqozon puchayining kesib olgan ekan, beshida boshlagan vaqtda og'izdan sho'lga chiqib boshlaydi. Qusidi, tart suyuq keladi. Anda oxir kelganda tartdan qon keldi. Agar mushukingizni doktorxonaga olib borib, qon tekshirish qilsangiz, mushukingiz qonozliq, suvsizlanib ketish, oqqan tomchi bo'lib ketishdek avvalda ko'rildi. Siz qalbingiz o'ylaysizda, nima ish qusidigan, ish surdiganlar avval ba'd bo'lsa, bu nima ish qashta xatarli kasallik ketadi deb. Bu ham deganga o'xshab oqqan tomchi chiqib ketadi badaniga. Bu mushukning badaniga oqqan tomchi chiqib ketganga buni immun kuchi to'g'rilab ketganlikdan darak berdi. Oqqan tomchi degan badanga kelgan virus, bakteriyalarning hammasini badan qo'g'daydigan narsa. Bu narsani mushuk vabasi oqqan tomchisini butun yo'q qilib o'tgan ekan. Shu vabo bo'lib qolgan vaqtda birga bu virus qapsaldi badanni. Yana birga odat kichikgina bakteriyalar badanga kelib qolsa, azroq o'tilib qolsa, nafas yo'llari kelib qolsa, bu badanni shu zamon tugashtiradi. Shunga immun kuchi to'g'rilab ketgan bu mushukda nurg'un vabodan sirt kasallik, shu kasallik bardosh qilolmay hayotini olib qolgan avval. Shu uyingizdagi mushukda qusidigan, işte ish surayotgan avval bo'lib qolsa vaqtni keyin so'zmanglar. Bu kasalning 7 kundan 15 kungacha işte badanda cho'kib turgan vaqt bo'ldi, chanfuchis bo'ldi. Bu kasal badan butun tepib chiqqanda ekasanglar, davolash tez to'xtaydi, mushukning avval eg'ilib ketadi. Shu ashta avval bayqasanglar og'izdan sho'lga yiqib qilayotgan, tomog'azlab ketayotgan, qusayotgan, ish surayotgan avval qolsa vaqtida ekanlar. Bir kun, 2 kun saqlab o'ltasanglar, vaqt keyin so'zlayversa, mushukning hayotiga texim cho'ng xavf kelib qoldi. Bu kasalning oldini qanday olamiz deganda, mana mush qo'lamdagi vaksina shu Miyosando degan. Mush vaksinada 3 qatim urimiz mushukimizga. Agar sizning uyingizdagi mushukingiz yangi kelgan mushuk bo'lib qolsa, uyingizda 2 hafta beqib, hech qanday qusidigan, ish surdigan, avval bo'lmasa badan sog'lom bo'lsa, shu vaqtda operib vaksina surishmasangiz bo'ldi. Hamma shahardagi bahs o'xshamaydi bu vaksinaga. Mush vaksina 3 qatim o'g'izlatgandan keyin, shu movin degan kasaldan jiroq turdi mushukingiz. Agar sizning mushukingiz yangi tug'ilgan mushuk bo'lib qolsa, shu mushukni 2 to'shqizib bo'lganda 2 qaydan tatib urishga başlasak bo'ldi vaksinani. Agar sizning mushukingiz hozir vaksina o'g'izmagan bo'lsangiz, sirtqi mushukni tutmang birinchidan. Agar tutib qolgan bo'lsangiz, butun badanlaringizni dezinfeksiyalab, undan o'chiring. Vaqtida mushukingiz vaksina o'g'izing, vaksinasi yo'q mushuklarga go'sht vermanglar, sut vermanglar. Bu mushuk vabasi degan kasal, oshqozonda kelgan kasal bo'lgan mushuklar u tomoqni hazm qilolmay oshqozondan bir chatoq chiqsalar, mushuk kasal badaniga yamishib ketadi. Shunga mushuklar vaksina o'g'ishdan burun nihoyat diqqat qilinglar. Amal va mushukim bilan yiqinglar, mushukimning yaxshisini biringlar. Bak azam mushukimlarni apamay. Bu kasalning eng muhim yeri oldin olish. Agar mushukim uydan chiqmaydi meningki, men boshqa mushuklar uchqash turmayman deb qalbingiz bunda o'ylab qolsa, shu zaman chiqiribdan qalbingizdan. Sizning mushukingiz vaksina olmagan bo'lsa, bu kasal bo'lib qolishi 99% bo'ladi. Faqat vaqt masalasi. Biz 4 yoshlik, 5 yoshlik, hatto 8 yoshlik mushuklarga mush vabaga yuqqani ko'rib baqdiq. Shu vaksinasini vaqtida o'g'iztinglar. Mushuklar degan 15-20 yil yashaydi. Usligi o'xshash 1 yil, 2 yil beqiblar mushkim o'lib qolganda yana mushukni minamaqman deb, men hayotlikni anday qijnamaylar. Vaksinasini o'g'izlasangiz sizga amralab yashaydi mushuk degan. Bunun o'zini umr ko'rish, o'zining erkinligi bor. Siz bilan baqsangiz, mushni baqqanki egolab baqsangiz, hayoti uzun umr ko'rdi, siz uzun umr bo'laydi. Shu o'zingizning mushukni baqqanki, menda fan texniklik biqinglar. Herkes burunqidek non tashlab pasam bo'ldi, osh tashlab pasam bo'ldi, baqadigan zamonga ketdi hozir. Moliyalarni berib birinchidan vaksina so'g'izinglar, operatsiya qildiringlar. Mush davolash to'g'riliq, vaksina to'g'riliq qanday ish bo'lsa bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Bu filmni ostida doktorxona adresingizni qo'ydim.
Ya, men uçurulu sağlam buldu, ündidarım ba başpatta.